Xudo xolasa chiroyli qilib korobka moylarini almashtirib beramiz. Mashinamiz yurgan kilometri 86.000 kilometr. Xudo xolasa mana ko'rsataman. Gap isbot bilan deydi-yu. Xo'p, 86.857 kilometr. Xudo xolasa mashinamizga chiroyli qilib korobka moylarini almashtirib beramiz. Hozir moyni qanaqa almashtirish kerak va qancha ketadi sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Podiyomli bo'lsa podiyomliga, yami bo'lsa yamiga qo'yib turib, birinchi qilinadigan ishimiz buni zashligini bo'shatib olamiz. Keyin qilinadigan ishimiz bitta 11 головка tushadigan bolti bor. Hozir shu boltni mana bo'shatamiz. Ya'ni 86.000 kilometr yursangiz, bu ahvolni shunaqa holatda bo'ladi. Значит, ertaroq almashtirish kerak. Xo'p, keyingi etap korobka moyimizni tepalarida o'zini отдельный kompressorda yurgan teshigi bor, shu boltini bo'shatib olamiz. Yaxshi qo'yib olganimizdan keyin mana boltini yana chiroyli qilib joyiga qotirib olib kuzatib qo'yib. Bu mashinamizda hozirgidek korobka moyimiz 5 litr, 1 litr bo'ladi, 1 litr, 6 litr korobka moy to'kib. Ya'ni Dextron 6 yoqilgan bo'lamiz. Ko'pchilik so'rashadi, misol korobka moyini to'kilganda, ya'ni kuz to'kkan paytimizda 6 litr emas, 7 litr quyib yuborsak nima bo'ladi? 8 litr quyib yuborsak nima bo'ladi? Sizlarga aytaman. Oxiri toshadi, bo'g'izdan bo'ladi. Ya'ni shu qopqoqda o'zi havo qo'yib turadi. Shu qopqoqda atrofidan shunday yog'oq o'zi bari oshiqcha quygan, misol yarim metr oshiqcha quygan bo'lsa, ash yarim metr yog'ingiz qo'lning ashidan chiqib ketadi. Ya'ni keragini quyiladi, bo'ldi. Boshqa narsa quyilmaydi, yo'q. Asha 6 litrmi 6 litr, o'sha korobka tushgan paytda, filtrlar bilan almashtirgan paytda 7 litr moy quyiladi xolos. Xizmatlar kerak bo'lsa, buni qilamiz. Bizga a'zo bo'lib qo'yishdi, like